Barchaga salom. Bugun sizlar bilan noodatiy milliy obraz yaratamiz. Oldindan shunaqa oq kolgotka kiyib olib, ustidan faqat bitta oyog'imizga naqshli oq kolgotka kiyib olamiz. Keyin Yangiboddan 5000 so'mga olgan podyubligimni kiyib kaltalashtirib olamiz. Tepa qismimizga esa shunaqa прозрачная кофточка va korset. Смотрите, как красиво. Parashyut yubkamizga ham navbat keldi. Voy, zo'rg'a kiyib, lekin yoqmasa bo'ladimi? Shunga 19-asr ko'ylaklaridan ilhomlanib, shunaqa ikkita drapirovka qilishga qaror qildim. Sizlarga life hack. Bir tarafiga qilsak ham yaxshi chiqar ekan, lekin tarafiga qilsak bizdan tematikaga yaqinroq. Men bu qora setkani esa Voldemortga o'xshatdim. Voldemortimizni ikki qatlab yubkamizni tagini to'ldirish uchun ishlatamiz. Va mana eng sevgan jarayonimizga keldik, o'rtoqlar. Atlas uzun matomizni olamiz, yeng yaratamiz va многослойный qilgan holda orqadan yubka tushirib qo'yamiz. Bo'yinga обязательно жемчуг, еле как оденем nafas olmasdan bu etiklarni. Oxirgi detal qora gipюровый rukav. Va O'zbekistonda pokorять qilishga tayyorman.